Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Mozortolda Sanjarbek ukamizning fermasidan sotiladigan bo'g'oz hamda ona bola mollar bor ekan. Haqiqiy sutgo'shtliman degan akalarning mollari. Shular ko'rsatish maqsadida yetib keldik. Sanjarbek ukamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Sanjarbek, Assalomu alaykum. Sanajoning sog'mi, omonmisiz, tinchmisiz? Assalomu alaykum chorva ishqibozlari hamda Rahmatjonov kanalining obunachilari. Mana bugun aka mollarimiz tuqqani ham bor, bo'g'ozi ham bor. 5 bosh molimiz bor. Shular xudo xolasa chiroyli qilib xalqqa ko'rsatib beramiz. Gap yo'q. Bugun 10-dekabr haftaning chorshanba kuni 2025-yil. Akalabtadan layklar bosib turamiz. O'sha bunday qo'lda rasmi chiqib turadi. Bitta bosib do'stlar jo'natib qo'yamiz. Sanjarbek bitta yetalab olib chiqaverasa. Bo'ldi. Qaysi biridan aka? Mana shu chap tarafdan boshlaylik. Oxirida shu chiroyli molingiz bor ekan, oxirida ko'rsatamiz. Bismillah. Bular tagiga selitra solgansizmi deyman, Sanjarbek? Ha aka. Bo'yini o'stirishga. Ha? Kuchli yemlar yegan. Katta mollar ekan, akalar gigant mollar. Nechinchisiga bo'g'oz bu? Bu aka 2 ga. Parvodasi qanaqa buni, Sanjarbek? Parudasi galishten aka. Galishten. Aha. Ikkinchi qoringa qancha sut bergan? Endi biz ham olganmiz aka, buni ustiga bir nima deyalimmi? Aha. Necha oylik bo'g'oz? 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz. Tuyoqlari sog'lom. Tuyoqlari, emlamalari hamma yo'q behijolat bo'lingan aka. Aha. Bo'ylarini bir aytib o'ting aka. Bo'y endi 1.75 meni bo'yim. 65 hisobini qilib olasiz. Kichkina olmas aka. Nech pul aytamiz? Buni aka 42 deylikmi? Ha? 42. 42? Kami bor. Qancha kami bor? 41 million berishsin aka. 41? Ha. Bo'ldi. Olishsan 40 millionga aka. 40 million? Ha. Xunojimda narxida aka 7 oylik bo'g'oz. Go'shiga ham to'g'ri kelaveradi bu. Har tomoniga to'g'ri kelaveradi aka. Qarang, mol ham chakana mol bo'lsa akalar. Odam bo'yi yetmaydi. Men bo'yim no'chayu, lekin bunday qilib ko'rsatadigan mol ekan. Endi yana bitta bo'g'ozni yechaylik aka. Dastavkalar nima olyapti, dastavkalar? Dastavkalar 2 ta olsa vodiy bo'ylab aka. Mhm. Bitta olsa kelishilgan holda. Bunisi ham bir 7 oylik bo'g'oz aka. Golishten. Aha. Nechinchisiga necha oylik? Bu bitta tuqqan bu ham. Bitta tug'an, ikkinchisiga bo'g'oz. Necha oylik? 7 oylik aka, bolasi 7 oylik. mana kelib turibdi o'zi. Xo'ray emas, o'ta xo'ray ekan-a. Ha, mollar aka jinday qarovsiz qolgan. Bizi qo'limizga endi tushdi bular. Ozgina g'arbroq bo'lib qolgan aka. Buni molvozni rosa tarbiyalanadigan aka, xudo xolsa kuniga pul qo'shadigan paytda mollar. Chiroyli mol ekan. Kallalari ham aka boshqacha kelgan. Buni so'ramadingizmi qancha sut berganini? Yo'q aka. Mo'ljalingizda qancha sut beradi? 25 ta beraveradi, xudo xolsa aka. Yaxshilab mehr berib boqsa. Nech pul aytasan? Buni aka qo'shib qilmay, bo'ladiganiga. bo'ladiganimi? 36 berishsin. 36? Ha. Xayri bor, o'tib beramiz. Gap yo'q. 35 qilib qo'ysak, 35 ga ketdi aka, mayli sazangiz o'lmasin. yashang. Agar Rahmatjon aka ikkovini bir joyga olaman desa, 7 oylik ikkovi ham yetiltirib foydalanishib olsin aka. Yaxshilab qarab mollarni semirtirib berishsa, o'zim xudo xolsa 45 million nahardor aka bularga. Eng kamida. Молодец. Ochiq o'yin. Ochiq oydin aka. Mollarga faqatgina mehr kerak shu. Bunisini bolasi bormi? Yo'q, bunisi Suti bor. bolasi sotilib ketgan, aha, suti bor. Yakka sog'in. Yakka sog'in. Bo'g'ozmi? Yo'q. Bolasi yangi. Bolasi yangi, ha. Sog'imi yangi. 1 oylik bolasi. Sutgo'shliman deganlar. Sutgo'shliman degan akalarga aka. Chiroyli mollar ekan akalar. Suti 17 ta 18 ta bizni qo'lda sog'ayapti aka. Yaxshi qarasa xudo xolasa 20 tagacha beradi. Demak, siz yaxshi qaramayapsiz ekan deydi. Endi biznikiga kelganiga hali hech qancha bo'lgani yo'q-da, o'shancha. Rejimda ratsionli yemlardan ratsionda qarasa, qo'lda apparatda kallamaydi aka. sog'oradi. Ha, farqi yo'q. Gap yo'q. Qo'l Bo'y apparat pasti ham kallamaydi. 45 tepasida ham bor. Chiroyli mol ekan. Buni nech pul aytamiz, Sanjarbek? Buni 35 deylikmi aka? 4 ta tutagi, To'ralar tuyog'i, to'ralar tutagi aka. Yemasa, ichmasa, mol o'zini o'zi yemsa bizniki. qoni toza. Qoni toza xudo xolasa. Nech pul aytamiz?
Yopishtirib aytaymi aka? Bo'ladigan. 33 million berishsin. 33. Ha, 33 million 18 ta sutga. Ha, Olishsin 32 millionga ketdi aka. 32. Любой joyga solishtirib olaversin. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ham bor. Ikkita olishsa gap. Bitta ham qilib beravering. Bitta bo'lsa aka. Şimdi muqolami deyman, hayda boring. Biz obunachilar endi ikkitadan qilolmaydi. Har doim bittadan bo'lib kelgan. Buni maytga bog'lab qo'ying. Sanjarbek, Voy. qo'ylang. Vodiy bo'ylab ketdi aka, dastavkasi ham. Akalar, mollar narxi nihoyat yengil. Aka, любой joyga solishtirib olsin. Ustidan pul qilaman deganlar oyiga 2 million daromad qilsa bo'ladi. Yaxshi odamni qo'liga tushsa. Xunojinning narxida bo'lyapti, xudo xolasa aka. Molga baylab qo'yib tagiga soqqan bo'lsangiz bermaydi albatta, qarash kerak. Faqat mana qish kunida biz sharoitimizni yo'qlik qilyapti, bo'lmasa bu pullarga sotiladigan mollar emas o'zi aka. O'zbekistonda qish bo'lmasin-da. Ha. Ha? Sharoitingiz bo'lsa qani endi? Bahor, yoz, kuz bo'laversa. Bu ham bo'g'ozmi yo bolasimi? Bu aka bo'g'oz. Bo'g'oz ekan bu. 8 oylik birinchisiga bu aka. Bu birinchisiga. Ha? Qani, tortinchi. Bu ham go'lishdimi? Bu ham galishtin aka. Bugun go'lishtlar olamiga xush kelibsiz ekanda. Mana akalar. Molda haqiqiy chempionlar. 8-oyga to'ldirib 9ga yurdi. Ha, xudo xolasa uzab ketsa 1 oy novoz chiqsa, bo'lmasa 20 kunga borib bormaydi mol. Yelini tashab qoldi. Ikkinchi qorinda rosa ochilib ketar ekanda. Ular kurashchilarni ko'rgansizmi? Buni ko'rganman aka. Nechta? 4 ta buniki aka. 4 ta. Tushab tursa hayfmi? Yelinlarni ham ko'rsating aka. Shalhalari zo'r. Nech pul aytasan? Buni narxini aka yopishtirib 50 million berishsin. Yo'q. Birinchisiga bu aka. Kami bor. Ha, tushing. Yo tuqqanni ko'ryapsiz aka, 60 million bo'lib ketyapti-yu. Ha, bo'p turibdi, tushing. Yo'q aka, bo'lari 50 million kami bor. 50. Telefon qilishsin aka, kelishamiz. Tushamiz a? Xudo xolasa aka. Bo'ldi, aka 50 million. Savdo sunnat, telefon qilib Bo'ldi. savdolashaveradi aka. Baylavering. Lekin yana bitta narsa aka, har xil odam telefon qilar ekan. Misol buni telefon qilib 35 ga berasizmi yoki 40 ga berasizmi deyish hojati yo'q aka. Bir-birimiz vaqtimizni olmaylik. Aytilib turgan narxlardan ozgina kam bor aka. Yaxshi. Endi mana ko'ryapsiz, 35 ga ham mol chiqaryapti. 50 ga ham. Hamma molning o'zining narxi bor. Narxi bilan. Aka bu Shovskiy. Sahilda bo'lasizmi shular? Hoji. Mol ekana? Ha, aka. Yomg'ir qiladigan variant xudo xolasa. Mana, bak. Qo'y. Bola xunajin ekan. Bola xunajin. Sigir qilib olaman deganlarga xunajin tugani yaxshi. Bolasi ham sotib olaman deganlarga navoz bo'lsa yaxshi. Bolasi ham aka. Bu nechisini to'di? Bu tishi 8-ni hali yetkizgan yo'q aka. 6 ta rasman yetkizgan. 8 ta deng. Ha. Katta mol. Ikkinchisiga xudo xolasa. Nechta sut berib turibdi endi? Faqirga tushadigan. 30 ta aka bizga. Boladan tashqari. Ha, boladan tashqari. 30 ta sog'ib olyapmiz aka. Endi buniki og'zida bola. To'rtalasi butunmi hatto? To'rtalasi so'skasi bexijolat aka. Biror marta bir yilni og'rib yo boshqa bo'lgani yo'q. 30 litr sutga. 30 ta sutga, ha. Sinab ko'ra. Ko'rish olaveradi aka. Nech pul aytamiz endi? Buni yopishtirib aka. Bu bakka 70-75 deyish boryapti aka. 65 million ozgina kam bor. 65. Aha. Qanday bo'lyapti Rahmatjon aka? Nima qanday bo'lyapti? Shuni ko'rsatib qo'yaymi aka? Yana tushib bersangiz bizga nur ustiga olamiz. Zo'r ekan, tobida ekan. Ha. Katta ekan. Mol pikka chiqqan davrda aka hozir. 60 65 kam bor. 60 64 ga ketdi aka, mayli. Tushib turing, tushib. 64 kami bor aka. Telefon qilishadigan akalardan kayfiyat ko'tarilib tursin. Mana akalar. Mol lekin bir dunyo ekan. Bolasini ham olib kel.
Bir bolasini ham ko'rsin aka. Boshqacha bo'ladi, xudo xolasa bolachasi. Buzoqcha ham lekin tetik. 1 oylik bo'libdi buzoqcha ham. Ha, 1 oylik bo'lgani yo'q, 20 kunlik bo'lib qoldi. Zo'r. Kattaligini ham qarang. Ancha tetik. Qaymog'ini o'tkazib ko'rmadingmi? Yo'q, biz yog'li sut topshiramiz aka. Ha. Yog'li sut Necha topshiramiz. pul bo'lyapti? Sut 5400 so'm olib kuchyapti turadi. Eng pasi o'zi shu mana shu Bizni Bag'dod, Beshariq territoriyasida ekanda. shu tomonlar Oltiariq, Andijonlar qimmati, bizda ozgina nimaroq. Kecha hop Mingdan taraf, Chimyon tarafdan telefon qildi. 7400 ekan. 7400 Bizda nima u unaqa ekan? Kamikka yozib qo'yaylikdi. oshib qolar endi. Ammo sut oladiganlar bo'lsa aloqa ochsin, bizda ham sut bor. 150 litr sut bor uyda har kuniga. Ha. Qiziqqanlar bizga aloqa ochsin. Yog'li sut, sementalli sut. Aka bexijolat Hop. bir yelin og'rib Nima bonuslar bor bizda obunachilarga, chegirmalar. Nechta olsa necha puldan o'tib beradilar. aka bir 4 ta olishsan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi. Hop, Yana nima deylik? O'zi narxlarini akaja haligi misol monomol 70 million deb bonusi 5 million deyish kerak yo'q-da. to'g'ri. Gap yo'q. Mol zo'r ekan lekin akalar. Sutga ishlayman degan Oldi akalarimiz. bahosi o'zi bilan bo'ldi. Bemalol savdolashib olaman deganlarga lokatsiyasi Telegram kanalda. Telegramga o'tish uchun kommentariya bo'limiga o'tasiz. Shu yerdan kelib olishingiz mumkin. Bundan tashqari qo'rada ham mol ko'p ekan-a? Mollarimiz bor aka yana. Bu tug'anmi bular yo bo'g'ozmi? Ular kechkiroq bo'g'oz aka. Ha, bo'g'oz mol serob ekan akalar. Kelib Faqat shu ko'proq olaman deganlar. joyimiz ozgina torlik qilyapti. Shuni doim kamaytirish bo'ladi. maqsadda. Ha, Xudo doim xolasa. bo'ladi. Menga bunaqa mol kerak deb aka, o'tgan safar ham video chiqardik. Nima bo'lmadi? Telegramga yozib qo'ysin. Nimaga nomerlarni topolmay qoldim. Shunaqa mol kerak deb Telegramga yozib qo'ysa aka, men eslab qolaman. Tashlab beraverasiz. Ha. Realni Men oladigan. Telegramda bir kun yozgandan keyin, bitta ochgandan keyin yana yangilab tashlab qo'yinglar-da. U bir marta ochgandan keyin yana pastga tushib ketib qolar Shunaqa ekan. shunaqa. Ko'pchilik menga ham xat yozadi. Bitta ochib, hali ochishigacha sabr qilmaysiz antena yo'q joylarda. Shuni o'tib ketasiz. Mana u anchadan keyin esingizdan chiqib qoladi. Mana shunaqa bo'lib qolyapti. Telefonlar aytingchi. 91lik 200 01 17. Gap yo'q. Bittami nomer? Ha, shuni o'zi. Telegram, WhatsApp bor. Telegram, WhatsApp bor. Bo'ldi. Keyin Rahmatjon aka yana bitta narsa. Kimdir maslahat so'rab telefon qildi o'tgan safar, boshqa. Realni oladiganlar aka aloqaga chiqsin. Qandaydir bir maslahat, chorva yo'nalishida bir nimadir kerak bo'lsa, Telegramdan yozsin aka. Ha, javob beraverasiz. Oladiganlar bemalol aloqaga chiqishaversin. 24 ga 7 aka telefonim Telegram ishlaydi. Gap yo'q. Qo'limdan kelgancha yordam qilaman aka. Hurmatli obunachi, mana shu manzaralarni ko'rsat, maza qilib dam oladigan akalar bo'lsa, Mollar aka emlangan, yana bitta aytib qo'y. Zo'r. Hammaga omad. Manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Mozortolda. Sanjarbek ukamizga aloqa ochib qo'rasizlar, lekin o'ylaymanki, narxlar yo'lida bo'ldi. Mana shu mollarni ham agar qisir bo'lsa, go'shini o'zi ham falon pul bo'lib ketadi. Shunaqa. Xolis gapiryapman, u katta mollar. Kelib ko'raman deganlarga lokatsiyalarni ekrandan, nomerlardan ham olishlari mumkin. Hammaga omad, hamma chorvasiga topganing Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.